Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun men sizlarga kelajak uchun investitsiya qilsa bo'ladigan bitta joyini ko'rsataman. Domga tashqari tomondan kirib kelishimiz. Kirganimizda uzun yo'lagi bor. Bu yer oshxonasi. Kirishga kladovka qilingan kiyimlar, oyoq kiyimlar qo'yilishi uchun. Kirganimizda o'ng qo'l tomonimizda o'zlari o'tiradigan xonalari. Choy ichib o'tiradigan. Sharoitlar yaxshi, aboylar qilingan. Remontda ozgina ishi bor. Hech qanaqa muammosi yo'q. Ichkariga to'g'ri yurganimizda oshxona. Ixchamgina. Hamma sharoitlari bor, gaz, svet, suv. Ichkari tomonimizda, chap qo'l tomonimizda ikkinchi eshiklari. Bu podyezddan kirish ekan. Bu yoqda o'ng qo'l tomonimizda bitta xonasi bor. Bu xonasini mehmonxona qilib ishlatsa bo'lar ekan. Mehmonxona qilib ishlatsa bo'ladigan xonalari ancha keng.